Hammaga salom do'stlar, mening ismim Umiko va yangi videoga xush kelibsizlar do'stlar. Ko'rib turganingizdek bizda tun, chunki nima deb o'ylashingiz mumkin, men ishga kech qoldim. Kechasi bilan kino ko'rib chiqqanim uchun ishga kech qoldim va mana hozir jitellar hali mana uxlashmabdi, demak unchalik ham kech qolmabman. Do'stlar, hozir tezroq ishimni bitirsam bo'lgani. Bugun yaxshiyamki qishlog'imizda mer yo'q va meni ishda yo'qligimni sezib qolmadi. Shundan foydalanib do'stlar, birozgina nima desam ekan, ko'ngil xushlik qildim, kechasi bilan kinolar ko'rib chiqdim. Yo'q, sizlar yomon xayolga bormanglar. Men shunchaki Zulmat serialini ko'rib chiqdim va boshqa hech narsa emas va bo'ldi xo'sh. Qolgan kartoshka do'stlar, menga qarab o'tirishganimcha yoqmaydi menga shunday odamlar qarab o'tirsa biror nima qilganimda. Bular esa jitellar bet-betlarcha qarab o'tirishgan. Tezroq ishimni bitirib bu yerdan tezroq ketishim kerak. Faqatgina do'stlar, tezroq. Bugungi hayotimiz mazmuni. Hoy, jitellar, menga qarashdan to'xtaysizlarmi yo'qmi? Biz shunchaki qarab o'tiribmiz. Zerkaningizdan bor ishingizni qilinglar, menga qaramasdan. Jishin ursin. Men bu yerda maymun o'ynatyapmanmi? Bular zerkandan qarab o'tirishadi. Do'stlar, gap bo'lishi mumkin emas. Xo'sh, bularni hammasini ekib chiqishimiz kerak. O'zi bilasizlarmi, bekorchilikdan juda ham ko'p yomon ishlar kelib chiqadi. Shuning uchun ham umuman bekor o'tirmaslik kerak. Men sizlarga aytsam, har doim mehnat qilish kerak. Chunki mehnatning tagi rohat. Va mana do'stlar, ishimiz bitta. Xo'sh, Umikoga aytarmiz. Meni gapirishyaptimi? Tushunmadim. Do'stlar, tushunmadim. Nimalar bo'lyapti bu yerda? Qattiq qo'rqib ketishi mumkin. Nimadan qo'rqishi mumkin? Umiko, bizni poylab o'tirganmiding? Yana poylama deysan, Ha, poylab o'tirganim. Men haqimda gapiryapsizlar. Xo'sh, nima bo'ldi? Nimadan qo'rqib ketishim kerak ekan? Balki aytmarsiz, Nima deysan? Lekin bilib qoldi, aytishimiz shart. Mayli Umiko, senga aytganimiz bo'lsa, nimani aytmoqchisizlar? Aniq aytishimiz kerakmi? Jenrusni aytasanmi yo'qmi, Jitel? Bo'pti. Xullas, quloq sol. Men Minecraftdagi eng qo'rqinchli la'natlangan rasmni topdim. Nima la'natlangan rasm? U yerda juda ham qo'rqinchli maxluqni ifoda qilishgan va agar unga kim qarasa, uni umrbodga qandaydir g'alati narsa la'natlaydi va umrining oxirigacha abadiy iztirob chekadi. Jitel, aqldan ozganmisan? Qanaqangi iztirob? Yo'q, iztirob chekadi. Qanaqangi qo'rqinchli. Jitellar. Mana senga kartoshka. Umuman olganda u rasmni topishim juda ham qiyin bo'ldi va yuzlab jitellardan qidirib chiqdim. U rasmni topish dunyodagi eng qiyin ishlardan biri va shunga men 64 stak dollarni sarfladim. 64 stak? Anarog'i 1 stak, 64 ta ya'ni. Tushunarli. Jitel, senga yomon xabarlar bor. Seni aldab ketishibdi. Unda o'zing qara o'sha rasmga, qo'rqmasang. Mayli ko'rsatchi. Yo'q, pulni to'lashim kerak. 1 stak dollarmi? Yo'q, to'lamayman. Bor yo'qol. Demak qo'rqyapsan shunchaki. Men qanaqadir rasmdanmi? Bolalar Umiko shunchaki qo'rqyapti. Men qo'rqqanim yo'q. Hozir pulni olib chiqaman, o'sha rasmni sendan sotib olaman va o'sha rasmga qarayman. Tushunarsiz do'stlar. Men qanaqadir rasmdan qo'rqqanim ekanman. Lekin bilasizlarmi, ahmoqona fikrga o'xshayapti, ammo hozir sotib olmasam bilasizlarmi, meni qo'rqoqqa chiqarishadi. Shuning uchun ham iloji yo'q do'stlar, iloji yo'q. Hozir sotib olamiz. Xo'sh, agar hech narsa bo'lmasa menga pullarimni qaytarib bersam bo'ldimi? Bo'ldi. Agar kech qolsang hech narsa bo'lmasa, pullarni qaytarib beraman. Lekin men o'zim qaraгаnim yo'q, chunki rostini aytsam, juda ham qo'rqdim. Yo'q. La'natlangan rasm. Xuddi o'zi. Okey, qiziq. Mayli, buni uyimga olib ketaman. Bo'pti. Omad Umiko, omad senga ham. Tushunirsiz do'stlar. Qanaqadir rasm. Ko'zimni uchi bilan do'stlar ko'ryapman, bu yerda qanaqadir maxluqning rasmi bor, lekin agar orangizda bunaqa narsalarga ishonadiganlar bo'lsa va qo'rqadiganlar bo'lsa, do'stlar, yaxshisi bu yoqqa qaramaganingiz ma'qul. Hozir men bu rasmni olib tomosha qilishni boshlayman. Agar do'stlar bunaqa narsalardan qo'rqsangiz, yaxshisi qaramaganingiz ma'qul, chunki kim biladi, balki rost gapir. Shuning uchun ham kelinglar, rasmni hozir devorga olamiz. 1, 2, 3 va men shu yerga hozir olaman. Mayli, qayerdan sanayman do'stlar, chunki ulgurmasligingiz mumkin. Birdaniga agar qo'rqsangiz, ko'zingizni yuminglar va mana qani do'stlar, sizlarga aytsam, rostdan ham qanaqadir qo'rqinchli narsa do'stlar. Qo'llari katta qon bo'lib yotibdi, o'zi ham tanasi g'alati, tishlarini sapsariqning do'stlar, rostdan ham juda ham g'alati, yoqimsiz bashara. Do'stlar, bu bilasizlarmi? Oddiygina qo'rqinchli rasm xolos. Bilasizlarmi? Zulmat serialida bundan ko'ra 5 batar qo'rqinchli maxluqlarni ko'rdim. Bu esa ularning oldida hech narsa emas, do'stlar. Buni qaranglar, bu hatto yelkamga ilashib qoldi. Xolos, ertaga jiteldan pullarimni qaytarib olaman. Buni qaranglar. Shu qo'rqinchlimi? Yo'q. Buni bilasizlarmi? Hayotda ko'rib qolganimda boshiga bir so'radim ketmon bilan qaytib yonimga kela olmagan bo'lardi. Okey, do'stlar, qani keling, narsalarni endi joyiga qaytarib qo'yamiz va ancha-muncha uyqum kelib qoldi. Ertalab jitelning yoniga borib pullarimni olaman. Hozir esa tinchgina dam olsam bo'ladi, chunki deyarli kecha uxlamadim. Ertalab ham shunga hozir yarim kechasini kim keldi ekan? Tushunirsin. Nima bo'ldi? Jitellar demoqchi edim, lekin hech kim yo'qmi? Bu tunnelmi?
Uyimni tagida tunnel tushunmadim qayerdan paydo bo'ldi. Fu do'stlar, u yerdan qanaqadir g'alati sassiq kelyapti. Shuning uchun eshikni yopib qo'ygan ma'qul, lekin u yerda nima bo'lishi mumkin tushunmadim. Xo'sh, menda fakel bor, shuning uchun u yerga do'stlar tushib ko'rish kerak. Juda ham badbo'y hid kelyapti, lekin borib ko'rishimiz kerak. Balki kimgadir yordam kerak yoki kanalizatsiyani teshib qo'yishgan jinursin. Ha, do'stlar, hozir tushamiz. Stop. Bu ana Yo'q, do'stlar, bu ana rasm. Jinursin, tushunmadim. Axir sandig'imni ichiga solib qo'yganman bu rasmni. Qanaqasiga birga chiqib qoldi tushunmadim. Yo'q, do'stlar, menimcha bu qanaqadir anglashilmovchilik yoki tush ko'ryapmanmikin. Yo'q, do'stlar, bunaqa rasm g'oyib bo'libdi bu yerdan. Stop, demak. Yo'q, do'stlar, bo'lishi mumkin emas. Yo'q, rasm o'zidan o'zi u yoqqa o'tib qolgan bo'lishi yoki meni rostdan la'natlashdi mumkin. Yo'q, do'stlar, ishonmayman. Bunaqasi bo'lishi mumkin. Hozir borib bu yerdan bu rasmni shunchaki olib tashlayman va bilasizlar nima qilaman? Yoqib yuboraman. Mayli, do'stlar, pul ketsa, lekin menga bular yoqmayapti. O'lasan. Do'stlar, buni ko'rmagandim bu yerda borligini. Menga yoqmayapti. Buni sindirib tashlash kerak. Sindirib rasmni ham olamiz va bu yoqimsiz basharani borib hozir yoqib yuboramiz. Nursin, shunaqasi ham bo'ladimi? Yo'q, shunchaki uxlab yotganimda kimdir taqillatdi. Jeytlar meni prank qilishgan. Hammasi tushunarli do'stlar. Bo'ldi. Mayli do'stlar, mayli. Men ertaga bu jeytlarga ko'rsatib qo'yaman qanday bo'lishini. Hozir mana bu badbo'y chiqayotgan teshikni yopib tashlash kerak. Nursin, buni sassiqmichi? Fu, mayli do'stlar, hozir men bu yerdan bloklarni olaman va u yerni shunchaki yopib tashlayman, chunki bu yerdan rostdan juda ham badbo'y hidlar chiqib kelyapti. Xo'sh, yaxshi. Bo'ldi, endi tepaga chiqamiz va 10 ta bulishnik menga yetadi bu yerni yopib tashlash. Do'stlar, hozir bu yerni yopamiz. Hozir qanday opa, mana bu yerni yopishimiz kerak. Mana 1 2 3 va 4 5 6 do'stlar. 3 ta bulchiq qoldi, lekin menga bu yerdagi sassiq bulchiqni kerak emas. Yopib tashlaymiz va mana bu la'natlangan qo'shtin og'achiga rasmni ham tashlab yuboramiz. Bilasizlarmi, bu holat hattoki kulgili jinsin. Tashlab yuborish kerak. Opa, mana bu yerga va bo'ldi. Katta odam mana shunaqangi qanaqadir ahmoqona cho'pchakka ishonib o'tirganimcha. Do'stlar, bo'lishi mumkin emas. Qanaqasiga rasm yerda paydo bo'lishi, jeytlar mendan ko'ra Stop, do'stlar, yo'q, do'stlar, tilimga so'z kelmay qoldi. Axir ko'z oldingizda hozirgina yoqib yubordim. Qayerda? Sandig'im ichida. Sandig'dan do'stlar, aniq yo'q, balki uxlayapmanmi? Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Do'stlar, qani? Yo'q, do'stlar, og'riyapti. Qo'limni ozgina chimchilab ko'rdim, og'riyapti do'stlar. Tashlab yuboramiz rasmni. Bunaqa narsalar menga kerak emas. Do'stlar. Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Stop, do'stlar, bu yerda rostdan g'alati ishlar bo'lyapti. Bu rasm meni qaytib kelib qoldi. Tushunursiz do'stlar, bu yerda bir gap bor. Bu yerdan hozir kimdir o'tib ketdi do'stlar. Sizlarga qasam ichishga tayyorman. Bunkerga kirib ketganda buni tushunmadim. Do'stlar, tushunmadim. Ko'zimga ko'rindimi yoki do'stlar, yoqmayapti menga. Mana bu rasmni qandaydir qilib bo'lsam quturishimiz kerak. Rostdan rasm la'natlangan ekan, jeytel aldamabdi. Nimaga umuman bu ishni sotib oldim? Jinursin do'stlar, bu ishga umuman aralashmasligim kerak edi. Hozir bu rasmni yoqib yuborman. O'zim qo'lda lavaga ham tashlab o'tirmayman. Mana bu yerga kelaman va do'stlar, ko'z oldingizda yana bir bor yoqib tashlayman. Umid qilamanki, boshqa bu iflos rasm yonimga qaytib kelmaydi. Qani? Bo'ldi, mana yonib ket. Boshqa bekor bu ishni qilding. Endi qarg'ish seni umringni oxirigacha ta'qib etadi. Qayerdan bu do'stlar? Eshitil, bitta men eshitdim bu o'zim. Yo'q, menga bu yoqmayapti. Umringni oxirigacha seni qarg'ish ta'qib etadi degandek bo'ldim. Yo'q, men umrimni oxirigacha bu rasm bilan qolishni xohlamayman do'stlar. Bu yo'q edi bu yerda. Tushunsin. Do'stlar, mana endi umuman kulgili emas, hech qanday pranklar menga yoqmayapti. O'zingizlar ko'rdinglar, rasm o'zi paydo bo'lyapti. Bunaqangi skelet. Do'stlar, bu yerda bu qayerdan paydo bo'ldi? Skelet va Umiko qabr toshi bu yerda. Yo'q do'stlar. Yo'q do'stlar. Bu qabr toshini yo'q qilishimiz joyidan olib tashlashimiz kerak. Do'stlar, menga yoqmayapti. Sekin olib tashlaymiz va bo'ldi. Xo'sh, endi mana bu jinurgir tobutni ham hammasini yerga tashlab yuboraman. Lavaga do'stlar, bizga kerak emas. Mana bu jinurgir tobut. Buni ichida skelet bor. Umid qilamanki, haqiqiy emas. Lekin shuncha bo'lib o'tgandan keyin bu yerda qanaqadir rostdagi skelet borligiga ishonchim komil do'stlar. Bo'ldi. Uydaman endi. Do'stlar, rasm yo'q ekan. Ajoyib. Endi nima qilamiz do'stlar? Hozir menda bir g'oya bor. Hozir biz uyimni yopib tashlaymiz. Yaxshilab hamma joyini yopib tashlashimiz kerak. Nimaga deb so'raydigan bo'lsangiz, axir o'zingiz ko'rdingiz, u yerda qanaqadir narsalar oyna oldida yugurib o'tishyapti, deraza oldida. Menga esa bu yoqmayapti do'stlar. Juda ham qattiq yuragim ushlab, uyim yonib ketyapti. Jinurs. Yo'q, do'stlar. Bunaqasiga obuna bo'lmaganim. Yo'q, o'char do'stlar. Yo'q, rostdan meni qanaqadir qarg'ish ta'qib qilyapti. Bekor bu rasmni sotib olibman. Necha marta aytsam ham menda foydasi yo'q do'stlar. Bu rasmni sotib olmash kerak ekan. Yo'q do'stlar, agar bu rasmni ko'rgan bo'lsangiz, hozir bu videoni ko'rgan bo'lsangiz, hoziroq videoga bilmadim like bosinglar
yoki biror nima qilishimiz kerak do'stlar bu qarg'ishdan. Endi bu qarg'ish hammamizni taqib etadi. Sizlarni ham, meni ham Minecraftda tushunirsin do'stlar. Agar bu videoni ko'rgan bo'lsangiz, hech qachon Minecraftga kira ko'rmanglar do'stlar. Videoni oxirigacha tomosha qilinglar. Balki do'stlar qarg'ishdan qutularmiz yoki bilmadim nima bo'ladi, lekin Minecraftga kira ko'rmanglar. Aks holda sizlarga ham shunaqangi narsalar bezovta qilishi mumkin. Do'stlar, sizlarni ogohlantirdim va biror nima bo'lsa mendan xavotir olmanglar. Mana bu yerni to'g'rilab qo'yish kerak do'stlar, chunki tom tushib ketishi mumkin. Menimcha do'stlar, endi men Minecraftga qaytib kirmasam kerak. Hozir ertalab bo'lgandan bo'ldi. Akkauntimdan chiqib ketaman Minecraftda va boshqa qaytib kirmayman, chunki menga bu yoqmayapti do'stlar. Adashtirib qo'ydim. Xo'sh. Hayajonda do'stlar, ozgina adashtirib qo'ydim. Xo'sh, bu yoqqa va bu yoqqa bo'lish kerak edi. Narsam bu yoqqa va bo'ldi. Kalitkalar to'g'ri. Yaxshi. Endi tushunmadim. Chiroqni bedrock nima? Stop do'stlar. Bu yerda rostdan yomon narsalar sodir bo'lyapti. Bedrock paydo bo'lib qoldi. Eshigimning o'rniga meni qamab qo'ymoqchi bo'lishdi. Yo'q. Lekin yo'q deganimda foydasi yo'q do'stlar. Bu yerda qolib ketdim endi. Do'stlar, hozir biror mo'l topish kerak. Mana bu bedrockni olib tashlashga. Mayli. Bu yer ochiq turgani ma'qul. Undan ko'ra uyda qamalib o'tirgandan ko'ra mana bu yer ochiq turgani yaxshi. Umuman eshiksiz va bilmadim nima qilishni. Qachcha do'stlar. Eshiksiz o'tirmaslik kerak. Eshik qo'yishimiz kerak va do'stlar, rasm yana qaytib keldi bu yoqqa. Axir do'stlar, hayron qoladigan joyi yo'q. Bu rostdan ham haqiqiy qarg'ish ekan va rasm katta bo'lib ketganicha tushunsiz mana bu maxluq. Va buni qaranglar, rasm havoda turibdi. Yo'q do'stlar. Buni qaranglar, rostdan ham havoda turibdi. Buni olib tashlash kerak bu yerdan. Buni olib tashlash kerak va menda g'oya bor do'stlar. O'rmonga olib borib mana buni ko'mib tashlayman. Bu narsani, bu rasmni ko'mib tashlash kerak. Toki u boshqa hech kimni hech qachon bezovta qila olmasin va xalaqit bera olmasin do'stlar. Buni hammasini olamiz va hozir buni olib borishimiz kerak. O'rmonga ana o'sha yerda ko'mib tashlaymiz. Umrbodga o'sha yerda qolgani ma'qul. Bizga do'stlar bunaqangi narsalar kerak emas. Biz tinch yashash tarafdorimiz, hech qanday qarishlarsiz va do'stlar bugungi kungacha bunaqangi narsalar bo'lmaydi. Horror narsalar yo'q deb o'ylagandim, lekin hammasi rost ekan. Rostdan ham shunaqangi narsalar Minecraftda bor ekan va endi bugundan boshlab do'stlar men Herobrine'ga ishonaman. Agar mana bunaqangi g'alati, qo'rqinchli suratlar, qarg'ish tekkan suratlar bo'lsa, demak Herobrine ham bo'lishi kerak va do'stlar sandiq. Bizga versak ham quti ham kerak emas. Bizga sandiq kerak. Xo'sh, tushunarsan. Hamma narsa qo'limdan tushib ketdi chunki juda ham hayajonlanyapman. Xo'sh, bu yoqqa va mana bunday bo'ldi do'stlar. Qo'lim qaltiryapti. Meni kechiringlar chunki shunday xato qilishim mumkin, chunki bu juda ham vahimali holat va hozir mana bu sandiqni o'rmon ichkarisiga olib borib biror yerga ko'mib tashlaymiz. Xo'sh, juda ham uzoq joyda bo'lishi kerak va umuman jitlarning xayoliga ham kelmaydigan joy bo'lishi kerak. Xo'sh, bu avvalgi videolardan biridagi joy. U yerga aniq ko'mmagan ma'qul, chunki jitlar u yerga juda ham tez kelib turishadi. Shunchaki dam olishga yaxshisi mana bu yerga ko'mishimiz kerak do'stlar. Shu yerda hech kim topa olmaydi. Bu orolchada, kichkina orolchada hech narsa yo'q va shu yerda mana orqa tarafiga umuman ko'mib tashlasak bo'ladi. Mana shu yerga. Bo'ldi. Xo'sh. Jinsi instrumentlar olib kelmayapman, faqatgina boltani. Ahmoqmanda. Okey. Hozir mana bu tosh ekan, jinsining hech bo'lmasa yer bo'ladi deb o'ylagandim. Yo'q do'stlar, hozir. Xo'sh. Bizda yetarlicha daraxt bor va faqat bu bittagina versakka yetadi. Qolgan daraxt esa hech narsaga yetmaydi. Hech qanday instrumentga jinsin do'stlar, sekin yorug'lik manbaini yo'qotmasligimiz kerak. Xo'sh, versak jinsin. Versak bu yoqqa va buni olamiz. Yaxshi. Endi ozginagina daraxt chopib olsak bo'lganda, biz o'zimizga instrumentlarni yasab olamiz va shu bilan bu suratdan umrbodga qutulamiz. Bu surat menga juda ham yoqmayapti do'stlar. Juda ham nima deb do'stlar izoh berishni bilmayapman. Eng boshida bilasizlar, umuman qo'rqmagandim. Bu shunchaki oddiy rasm, Photoshopda yasalganmi desam, rostdan ham bu qanaqadir la'natlangan rasm ekan. Hattoki qiziqqanim ham yo'q. Qayerdan bu rasm paydo bo'lgan? Kimni bu rasmga olishgan? Kim olgan bu rasmni? Bu rasmni olgan odamning taqdiri nima bo'lgan? Jitelning aytishiga ko'ra, yuzlab odamlardan qidirib chiqqan va juda ham qimmatga sotib olgan. Bekor sotib oldi do'stlar va yaxshi hamki o'zi qaramabdi do'stlar. Hattoki men bu narsadan qo'rqib, aqldan ozyapman. Jitel bechoralar bilmadim nima bo'lgan bo'lar. Shuning uchun ham yaxshi hamki menga tushib qolgani bu rasmni yaxshi bo'ldi. Xo'sh, rasmni o'sha yerga tashlaymiz va bo'ldi. Bu yerni yopib tashlaymiz mana bunday va mana bunday. Umid qilamanki hech kim hech qachon bu rasmni topa olmaydi va boshqa hech kimga zarar yetkazmaydi bu rasm. Qolgan narsalarni tashlab yuboramiz. Versakni ham bu yerdan olib ketishimiz kerak, hech qanday shubha bo'lmasligi uchun, jitlar qiziqib ko'rmasligi uchun. Nima bo'ldi ekan bu yerda deb va bo'ldi. Asosiy daraxtni tuzatib qo'ya olmayman, shuning uchun ham hattoki bunga vaqtim ham yo'q do'stlar. Uyga qaytishim kerak. Bo'ldi. Umid qilamanki meni boshqa bu qarg'ish mumkin ta'qib qilmaydi va qutulib qolaman. Va yaxshisi umuman bu narsani sotib olmaganim ma'qul edi. Mayli do'stlar, sizlar bilan men Umiko bo'ldim va hammaga xayr.